Ha, qizlar, qo'llar yuqoriga ko'tarib, qaldirg'och qanotida qoqib, ohistalik bilan, nazokat bilan yerga qaraymiz, osmonga qaraymiz. 1, 2, 3. Hoy qiz. Sen nima qilyapsan? Qani nazokat? Qotib qolgansan toshday. Ha, 1. Assalomu alaykum xolajon. Voy, Ozod. Omonmisiz, xola? Yaxshi keldingmi, jiyanjon? Rahmat. Charchamadingmi? Dardli kuylar yozib charchamadingmi? Dalalarda qo'ylar boqib charchamadingmi? Ko'rishalik shaharlarda dilim yoqib charchamadingmi? Mande o'sha qiz mande devona qilgan janzemande sindurimdan tanimadingmi? Janzeman-ku bilmadingmi? Mande o'sha qiz mande parvona qilgan janzemande tobare pare hoga he demaginde o'sha paytlar o'lib qolib sevar eding. Qishlog'imiz boshidagi bog' gullaridan yarim kecha saharlarda gul o'g'irlab kelar eding. Mande o'sha qiz mande devona qilgan janzemande sindurimdan tanimadingmi? Janzeman-ku bilmadingmi? Mande o'sha qiz mande parvona qilgan janzemande tobare pare hoga he demaginde meni sevgin baland tog' qo'ynida dunyodagi eng chiroyli bog' qo'ynida sevgingni ayt telba bo'lib telbaginam qoldirmagin sevgi bilmas yuragi tosh sof qo'ynida. Mande o'sha qiz mande devona qilgan janzemande sindurimdan tanimadingmi? Janzeman-ku bilmadingmi? Mande o'sha qiz mande parvona qilgan janzemande tobare pare hoga he demaginde Eng chiroyli qiz bizni qishloqda. Siz baribir meni tashlab Toshkentga ketasiz. Balkim onam bilan kelib seni olib ketarman. Nima Ketasanmi? Qo'ying. Ketasanmi? Unaqa emasda, nima degani? Demadi,